Allohim, ya Vadud, ya Vadud, itoat qilganlarni ko'p sevuvchi, qullari tarafidan sevilgan, butun maxluqot uchun xayrni sevgan. Ey sharafli, qiymatli arshning sohibi, ya Mubdi, koinotning ilk yaratilishida o'xshashi, misoli yo'q narsani yaratgan, bor qilgan. Ya Muid, maxluqotlarni o'ldirgandan so'ng takror tiriltiruvchi. Ey xohlaganini xohlaganicha yaratadigan zot, buyukliging, saltanating, arshni qoplagan nuring, har narsani qoplagan rahmating, butun maxluqotlaringga bergan kuch-qudratingni o'rtaga qo'yib, sendan muhim ishlarimda menga yordam berishingni so'rayman.